Assalomu alaykum. Toshkent shahrida joylashgan obyektimizga keldik. Chimgan domlari Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan. Bu obyektimiz deyarli bitgan. Faqat podval qismida ozroq ishlarimiz qolgan. Podval yoritish uchun ishlarimizni sinovga qilyapmiz. İşlerimiz sinovga qilindi. Endi ishlar amalga oshirilyapti. Bu yerda jami 4 ta blok, 20 ta podez obyekt. Podezlarning kirish qismiga nomerovka qilib chiqilgan. To'qqiz etajli dom. Shu oyda oxirigacha Xudo xolasa bu yerda ishlarni topshirib yangi obyektga yo'l olamiz.